Hammaga assalomu alaykum. Bugun kanalimda ikkinchi video, ya'ni ikkinchi uzun video vlog. Hozir biz Rossiyadan O'zbekistonga ketyapmiz. Ana xullas xursandman. Maktablarni bitirib oldik. Birinchi vlogim 1-sentyabr edi. Xullas endi sizlarga hozir aeroportdan video qilish kerak, menimcha. Mana hozir 2 soatmi, 3 soatmi yurib Tuvadan keldik. Domodedovoga. Ukam ketyapman o'zim bilan. Yana bir ikkita akalar bor mahallamizdan. Shu yerga ketyapmiz. Ayam bilan dadam uyda qolishgan. Rossiyada qolishyapti. Endi men O'zbekiston borib shu ozgina qorayib qisqa o'rganib kelaman-da xullas. Hozir xullas shu joyda turibmiz. Shuni o'tsak, keyin samolyot kutib o'tiraveramiz. Xullas joylashib oldik. Ukam yerda biz bilan ketgan akalar. On a cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities. Qaranglar, xullas bu narsada zo'r narsa topib oldim. Mana hozir barmog'im bilan bosib ko'raman, bo'lmaydi. Endi hozir men plastik yubka bilan qilib ko'raman. Bittada o'xshaydi yoki ikkitada. Nimaga? O'zbekistonda yuribsiz. Ekraninglar to'llaylar. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance.
Toshkentga keldik, uchib va nihoyat soat ertalabki 5:30dan o'tdi, adashmasam. Shu xullas 5:37 adashmasam. Endi hozir Toshkentdan Andijonga borish kerak. Maktabga tushib qolaman men. O'shanlarim 9-sinf bitirishyapti. Men ham o'zimni bitiruvchi deb his qilmoqchiman. Xullas, shuning uchun maktabga tushib qolaman. Ukam uyga ketaveradi. Men prosta Rossiyada meni bir sinf qarshi olishgan. Bilmayman nimaga, rus tilini bilmaganman o'sha payt. Lekin hozir mana o'ta go'zal, hamma narsa olam guliston xullas bir sinf qarshi olishgan hozir yuribman xullas. 8ni bitirdim, men 9ga o'taman. O'shalar 9ni bitirish bo'ldi. Xullas-da. Beş ming kim tashlaydi? Men Puli yo'q tashlaydi. meni bir so'm pulim yo'q. Men Menga ber. Hey, telefonim alakasida 2000 turibdi oshna. 5000 mi bu? 2000 ekan, 5000 kerak menga. Asha, chiq. Voy, necha pul bo'ldi? Qani. 11 ming bo'ldi. 11 ming. 11 ming. 5-sinf bonus. Bir sham deganda. Birinchisi kurt ol menga. Yo'q, prosta o'zimiz uchun. O'zimiz uchun olyapman oshna. Uyalib ketdi oshna. Boshqa bolalar qo'yib yuborib. Da, mo'lyaka fanarda. Hop, ana. Bu bola nemislar boryapti. Aha. Nemislar bitta qizga so'kinvardi. Yomon gaplarsiz oshnalar. 9ga so'kkan, men 10ga so'kindim men. Yo'q, menga emas. Domla aytdingiz sen. Domla nima aytdim men? Bir tane yapagan ekan, nima bitta ayol bilan. Noto'g'ri tushunmayapman. Demak, kim tutdi? O'tsa yani. Menda ham bor qara qizlarida. Qani? Mana. Gigiyenaga rivoya qilishmayapti. Qildim. Gigiyena qilishmayapti. Qani qizil? Apel-speriga yur. Mashina og'zimizga mindim desak bo'ladimi? Ha. Senga olsin. Sen qilamiz. Yo'q. Yo'q. Achchimi? Va menga video uchun. Azali qosim mani. Ayronni qo'shib yeymiz. Salfetkani olishimiz kerak uyga. Men uyimda. Cho'ntakka sol, Cho'ntakka. Achchiq ekan. Biznesini qo'shilib bo'lamizmi? Ushlab tur. Solyapman, o'g'irlayapman. Ko'rib qoldim. Benzin yo'q. Benzin qani? Beshinchisi Ana videosini oling basharasini. Mana do'stlar. Ayronchaga polodik mana. 5-sini oxirida. Ha? 5-sini oxirida. Bilmadim. Beraman.